Karnival muxlislariga juda ham kamyob, noyobadan kelib qoldi. 2016-yil bunaqasi kam bo'ladi. Nimagaki 16lar yo'qda, pashti sotuvda. 4 yumshoq baloni 155 ming yuribdi. Chexol, polik, kovrik, metan hamma yo'g'i bor ekan. Hech qanaqa rasxoti yo'q. Olasan, minasan degan mashina. Salon nomalar zo'r qilib qo'ygan ekan, chexollarni, kovriklarni. Metani qancha yuryapti to'ldirsalang? 200 kilometrdan oshiq yuryapti. Motor, ходовой коробка umuman ish yo'q. Oladi, minadi. Sedan abagrev охлаждение ishlayapti. Climate control 910 ming. Xo'p. Rot ochib qo'ying. Xo'p. Buni lyuki yo'q. Lekin elektropaket zo'r holatda ekan. Metanda yuribdi ekan. 2016. Narxi ham arzon. Mashg'ulotga yurib turibdi ekan, ha? Bu metani, qayerda metanimi qana? Biz zavodskoymi metani? Qo'yilgan. Mashar etib turib ham chiqqan ekan-da. 200 kilometr yuryapsiz. Qani sen ham yo'q, zo'r ishlayapti. Metani o'sha qo'yilgan joyini ko'rsatdi. Nima orqada chekirib. Narxi 19 ming dollar. Hozir 100 talik bitta balon turibmi, 3 ta 30 talik qo'yilganmi? Bitta 100 talik qo'yilgan. Narxiga kelsak, narxi 19 ming dollar. Kraskasini o'zingizdan tekshirib olasiz. Akamiz ham shunday olib mingan ekan. Like bosib, video tarqalganini aloqaga chiqaramiz.